Aka-ukalar, sizlarga zo'r ma'lumot beramiz. Hali kuni Ixtiyorjon ko'rgan bo'lsangiz, qo'zilar omiqda yem tayyorlagan edim. 7 xil yemdan, 7 xil mahsulotdan. Shu mahsulotni ko'pchilik menga savsheni yozdi yoki kommentariyalarda o'qib ko'rdim. Bu qimmat bo'lib ketadi-ku, qo'yib boqib foyda bo'ladimi deyapti. Yo'q. 50 kilo kepakka 2,5 kilodan 6 xil mahsulotni qo'shasiz. O'shunda 7 kiloga 70 kiloga boradi. 70 kilosini pulini chashsangiz 4000 so'mga boradi xolos. Men buni ratsionini mana bu yerga qo'yib o'taman, ko'rib o'tasizlar. Buni saqlab olsalaring bu videoni, o'zlaringni qo'ylaringni hali qo'zilarni katta qilishga va so'liqqa qo'chqorni qo'shayotganda berib tursalaring juda ham omiqda yem zo'r foydali bo'ladi. Ko'rsatib o'tamiz, tayyorlashdi. Ketdik. Jon, mana qarangda, mana shu 7 xil yem, misol. 7 xil yemga mana somonda, endi hozirgi kunda issig'ida, mana bu yoz payti bor-ku, somonda jicha ozroq bergan ma'qul. Sababi somon og'irlik qiladi, ko'p bersangiz. Qish kuniga mana silyoslar ko'payadi-ku, silyosga agar 25% somon, 25% beda, 50% silyos qilib beradigan bo'lsangiz, juda ham zo'r omiqda yem bo'ladi. Mana qarang, drabilka ham unqib yurar ekan, o'zi. Mana mana shu qo'ybob qilib chiqarganmiz, qarang. Qo'ybob qilib qo'ybob mana somonni qarang. Bug'doyda chiqarganimiz auksion aka. O'zlaring bug'doyda, drabilkada mana farqi. Bunisi mana makkani chiqarganimiz farqi. Drabilkada. Farqi. Endi demoqchimanki, mana shu lardan qilib hozir men tayyorlab beradigan ratsionda agar bularni qo'shib beradigan bo'lsangiz, umuman foydali bo'ladi-da. Qo'ylarga. Endi